Hamza aka soch qanaqa olamiz aka? Sochni Dilmurodjon, bu videolaringizni ko'p kuzataman men. Men klientlaringiz faqat soch uzunda keladi. Men sochim kaltaroq sana. Ularni ko'rib turibsiz. Oq rangda bo'lib turibdi. Yerda oshim bordi. Shu oshga chiqmoqchi edim. Shuni bir chiroyli qilib bera olasizmi? Bo'ladi. Kaltani ham amallab chiqazamiz. O'zi umumiy hozir hamma yog'i bir xilroq uzunlikda bo'lib turibdi sochingiz. Biz yollari bilan ozgina ishlaylikda, orqalarini ham, yollarini ham kalta qilsam, tepasini ya'ni uzunroq ko'rsatib beramiz-da, imkon qadar yonga ozgina taraladigan qilib, sochingizni ham xohlasa rangini o'zingizni sochingiz rangida qilib bo'yab berishga harakat qilaman. 1000 marta aytgandan ko'ra bir marta ko'rsatib berganim yaxshi. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Tayyorman. Qanday bo'ldi Hamza aka? Boshi gap yo'q-ku, mana kalta sochdan ham qilsa bo'lar ekan-ku. Yoqdimi o'zingiz? Yoqdi, rahmat, sizlar sog' bo'linglar. Yoqqandan xursandman aka. Gap yo'q. Ancha yosharib qoldim-ku. Qolganlarning yaqinlaringiz ham fikrini bilamiz-da. Soch kaltasilar ham chiqar ekan-ku. Sog' bo'ling aka. Rahmat. Ijodim sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziqarli videolar hali oldinda.